Assalomu alaykum jigarlar. Hozir yoshlarga bir ikki og'iz gapim bor. Rossiyaga kelgan, Sankt-Peterburgga kelgan 18dan to 20-22ga kirgan yoshlarga nasihatim bor. O'zim hayotimdan kelib chiqib, o'zim opitimdan kelib chiqib sizlarga bir nasihat bermoqchiman. Peterda yurganlarga kelib bir joyga shogird tushib olgan qassobchilikka, misol uchun shogird tushib olib puliga qiziqmaydi, iltimos. Shunchalik o'rganingki hunarni, pulini umuman o'ylamang. O'zbekistonga tashlamasangiz ham mayli. Kerak emas. Yaxshi hunar o'rganinglar. Ishoning, bir yilda siz yaxshi qassob bo'lib chiqsangiz, ukajon, keyin mana bu qolgan yili to o'lgunizcha yaxshi pul ishlaysiz. Agar pulga qiziqib, bo'lmadi deb 3 oy ishlab, bu yoqda 4 oy ishlab, bu yoqda tashlab ketsangiz, sizdan yaxshi qassob chiqmaydi. Bir hunarning egasi bo'lmaysiz. Qarabsizki, nima yomon, bo'lmay ekan bilan yomon bo'lib qoladi meni. Mana shu Rossiyaga kelganimda shu hunarni o'rgangan bo'lsam, qassobchilarga mana 20 yildan bo'lsa shu qassobchilikda ishlaman, 3 ta joy alishganman. 3 ta joy alishgan. Bir joyda 4 yil, bir joyda 11 yil, mana bu yerda endi ishlayapman. Misol uchun 20 yil bo'lib topishib esini olsangiz. 1 yil guruchchi pomoshnik bo'lib ishlaganman. Shuni hisobini olib sizlarga nasihatim, pul beribdi yoki ustoz qassobni o'rgatibdi, urushadi degan gaplarni borki, eslangizdan chiqarmaylar. O'sha inson urushadimi, so'kadimi, siz o'rganing o'sha insonni. Keyin mana shu insonlarni yoshiga kirganingizda shu insonga rahmat deysiz. Haqiqatan ham to'g'ri aytgan ekan deysiz. Xuddi sizni yoshingizdagi 20 yoshdagi shogirdchalar kelib tursa, qarang, qanaqa raspizday bo'lsa, bilingki, u siz ham shunaqa bo'lgansiz. Siz ham urushayotgan vaqtingizda siz ham qarangki, siz ham yoshligingizda shunday bo'lgansiz. Shuning uchun yoshlar qassobchilik, mana udachi bor, fermer bor, boshqasi bor, gurdi balosi bor. Bir joyga ishga kirib olinglar, faqat karakarani qilasizlar. 1 yil sizlar o'rganinglar, 1 yil yaxshi, xo'p akajon deb aytganini qilib, urushsa ham, qayerdadir aybim bor ekan deb o'zingizdan izlang. Haqiqiy qassob bo'lib chiqqaningizdan keyin pulnikidan siz yugurmaysiz, pul siznikidan yugurib keladi. Omon bo'linglar. Yoshlar, hammalaringizga omad.